Assalamu alaykum, hürmetli ustazlar, sevimli savodoshlar. Atganliklar xayrli bo'lsin. Urumchilik 5-chi boshlang'ich maktab 1-yillik sinf o'quvchisi Aykut Izzatdan sizlarga o'tliq salom. Bugun men sizlarga aytgan she'rim bo'lsa, ana tilimni suyman. Men she'rimni yodlashdan burun sizlar bilan ozroq paranglashib olay. Ben tug'ilishim oldida apam dadamga balimiz kız bo'lsa Aykut, o'g'il bo'lsa Aykut degan ismni qo'yaylik debdi. Men tug'ilib dadamni aytdim, xush bo'ldi. Dadam apamga qizimiz qorong'u tunni yoritquchi oydek chiroyli bo'lsin. Qut baxtni bildirdi. Siz deganda qizimizning ismini Aykut qo'yaylik. Bu ism haqiqiy uyg'urcha ismgan deb mening ismim Aykut qo'yilibdi. Mening tilim chiqqandan buyon dadam apam menga sap uyg'ur tilida so'zlashni o'rgatdi. Biz uyda to'shay demaymiz, sapmakash deymiz, yovgun demaymiz, tizginak deymiz, yaxshi demaymiz, televizor deymiz. Kitoblarni ana til deyman, masalan, lobuni turib deyman, yovuni baranga deyman, basayni yisvilak deyman. Dadam apam doim menga mundaq deydi. Balam, hazutli, dövlətli, onu çoxum pişik yaxşı öyrənişimiz gerek. İngilis dili, çatal dili, texmə bilimlik buluş üçün onu öyrənişimiz gerek. Lakin Uyğur dili bizning ana tilimiz, onu öyrəniş bizning məcburiyyətimiz deydi. Ben o'quvchi bo'ldim. Ana tilimni A harfidan boshladim. Men tunja ana degan so'zni yozganda dadam apam xushliqdan peshonamga suydi. Ben hozir 15 harfni o'rganib bo'ldim. Men harflardan bo'g'im tuzalayman. Bo'g'imlardan so'z tuzalayman. So'zlardan jumla tuzab yoza olmayman. Men kelar qatimliq faoliyatda 30 harfni yaxshi o'rganib sizlarga o'zim she'rizim sovg'a qilman. Ammo men sizlarga menga suyimli dadam izlagan ana tilimni suyman degan she'rini o'qib beraman. Ana tilim, can tilim, hayatımga han tilim, ecdadımның tüpsi, tomirimda kan tilim, adan başlap sözümni, açtım akıl küzümni, ana tilim boğazqa, Uygur deymen özümni, ana tilim boğazqa, Aykut ben Uygur kızı, tühbe koşup vatanga, baskaymen ecdat izi.